Assalomu alaykum. Mening ismim Dilorom. O'zim Samarqandlikman. Hozirgi paytda AQShning Nyu-York shahrida yashayman. Ingliz tilini o'rganish uchun offline kurslarda ham o'qidim. Lekin MyTeacher platformasini topganimdan keyin offline kurslardan ko'ra onlayn kursda, ya'ni MyTeacher platformasida o'qish afzalliklarini ko'rib hayron qoldim va menda juda katta qiziqish uyg'otdi. MyTeacher ilovasining afzallik tomonlari juda ko'p ekan. Siz xohlagan vaqtingizga darslarini to'g'rilab berishi, o'qituvchilarning juda samimiy va bilimli ekanligi, yana ularning o'zlari yaratgan ilovasi bor ekanligi, bu ilovadan juda ham yaxshi foydalansa bo'ladi. Kuningiz umuman bekor o'tmaydi. Kuni bilan foydalansangiz bo'ladi bundan. Keyin yana nature teacherlar borligi bu. Ya'ni ingliz tilida speaking darajani oshirish uchun haqiqiy ingliz millatiga mansub o'qituvchilarning borligi. Ular bilan haftada 1 marta, 2 marta speaking qilishingiz mumkin va o'zingizni darajangizni oshirishingiz mumkin. O'qituvchilarni darajalari juda yaxshi. Mening o'qituvchim Zuhraxon juda yaxshi o'qituvchi. Har doim nima yordam so'rasam, xohlagan paytimda yordam beradi. Mr. Mirziyot u ham yaxshi o'qituvchi. Unga ham lug'atlar topshiraman. Nimaniki tushunmasam, albatta so'rayman. O'zlari so'rab, uy vazifalarini sizdan qabul qilib turadi, talab qilib turadi, ya'ni chunki talab qilib turgani uchungina tezroq o'rganish imkoniyati mavjud hammada ham. Keyin bularning platformasida testlar yechasiz, o'yinlar bor. Har kuni sizni nazorat qilib turadi. Shu taraflama juda ham menga yoqdi. MyTeacher jamoasi, ya'ni o'qituvchilari juda ham darajasi baland, bilimli o'qituvchilar. Menga bu taraflari juda ma'qul bo'ldi. Ulardan tushunmagan narsangizni so'rasangiz, oddiygina sodda tilda sizga tushuntirishadi. Bu taraflari yaxshi. Telegramda guruhmalari bor. Har biri o'zining darajasiga mos guruhmalari bor. Bu guruhlarda darslar bo'ladi, onlayn darslar bo'ladi, vazifalar berishadi va vazifalarni albatta talab qilishadi. Talabchanlik eng birinchi o'rinda. Menga talabchanliklari juda ham yoqdi. Bu platformadan o'qiyotganimdan xursandman. Hammaga tavsiya qilaman. Mening kasbim yurist, lekin ingliz tilini yaxshi bilmaganligim sababli Amerikada bu faoliyatimni davom ettira olmadim hozircha. Lekin MyTeacher platformasi bilan birgalikda bilimimni yana ham oshirib, albatta bu faoliyatimni kelajakda Amerikada davom ettirmoqchiman. MyTeacher jamoasiga kattakon rahmat. Bilimlarimizni oshirayotganlik uchun, bizga shunday chiroyli imkoniyatlarni yaratib berganligi uchun kattakon rahmat. MyTeacher ilovasidan foydalanishni hammaga tavsiya qilaman. Chunki til bilgan butun dunyo ko'radi va chet elda yurishga ham hech qachon qiynalmaysiz. Bu juda yaxshi platforma.